tana vaznining oshishi, yuzda, oyoqlarda, qo'llarda shishlarning paydo bo'lishi, terini haddan ortiq quruqlashib ketishi, umumiy holsizlik, til kattalashishi, bundan tashqari soch to'kilishi, ayollarda hayz buzilishi kabi belgilar gipotireoz bormi yo'qmi buni qanday bilishimiz mumkin? Eng ko'p uchraydigan belgilardan biri bu umumiy holsizlik hisoblanadi bemorlardan. Bundan tashqari qalqonsimon bez gormonlari butun organizmda modda almashinuv jarayonlarida ishtirok etadigan asosiy gormonlardan biri hisoblanadi. Qalqonsimon bez yoki zobni faoliyati pasayganligi bu gipotireoz deyiladi va gipotireozni sabablari juda ham ko'p bo'ladi. Buni eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu qalqonsimon bezni yallig'lanish kasalliklari, avtoimmun yallig'lanish natijasida kelib chiqadigan Hashimoto kasalligi yoki AID kasalligi hisoblanadi. Bundan tashqari turli xil infeksiyalar bo'lishi mumkin va yana ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu qalqonsimon bezni faoliyatini buzilishi natijasida uni ma'lum bir qismi olib tashlanganda yoki o'sha operatsiya natijasida, operativ aralashuvlar natijasida qalqonsimon bez to'liq yoki aynan bitta qismi olib tashlangan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari radioaktiv zararlanishlar natijasida kelib chiqishi mumkin va bundan tashqari yana ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu o'sha gipofiz bezdagi jarayonlar natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Qalqonsimon bez faoliyati pasayganligini, ya'ni gipotireoz bormi yo'qmi buni qanday bilishimiz mumkin va bu asosan quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan belgilardan biri bu umumiy holsizlik hisoblanadi bemorlardan. Bundan tashqari terilari juda ham haddan ortiq quruqlashib ketishi, yuzda, oyoqda, qo'llarda shishlarning paydo bo'lishi, qabziyat bo'lishi, soch to'kilishi, umumiy holsizlik, ayollarda hayz siklini buzilishi bu o'sha bepushtlikkacha olib kelishi mumkin. Bundan tashqari qon bosimining ko'tarilib ketishi, aynan diastolik qon bosimining oshib ketishi yoki bo'lmasa gastrointestinal belgilar, ya'ni sariqlik paydo bo'lishi bemorlarda. Bundan tashqari ichda qotish, ya'ni qabziyat paydo bo'lishi, bu belgilar yoki o'ttosh kasalliklar paydo bo'lishi kabi belgilar bo'lishi mumkin. Bemorlar ko'rganimizdagi asosiy shikoyatlari gipotireoz kasalligi bilan sababsiz tana vaznining oshishi, yuzda, oyoqlarda, qo'llarda shishlarning paydo bo'lishi, terini haddan ortiq quruqlashib ketishi, umumiy holsizlik, gapirishda o'zgarish bo'lishi, ya'ni o'sha o'ylab sekin-sekin gapirish bo'ladi, til kattalashishi, bundan tashqari soch to'kilishi, ayollarda hayz buzilishi kabi belgilar asosiy shikoyatlari shular hisoblanadi. Bundan tashqari ba'zida arterial qon bosimi, aynan diastolik qon bosimining yuqori bo'lishi, pulsning pastligi, gastrointestinal belgilar, ya'ni ich qotishi, o'sha qabziyat ko'proq bo'lishi, teri rangining sarg'ayib ketishi, bundan tashqari bo'g'imlarda og'riqlar paydo bo'lishi kabi belgilar ham juda ko'p uchrashi mumkin. Agar gipotireoz kasalligiga vaqtida tashxis qo'yilmaydigan bo'lsa, bunda o'sha tanada shishlardan tashqari ichki a'zolarda ham suyuqlik yig'ilishigacha olib kelishi mumkin. Bemorda shikoyatlar yig'ilgandan keyin anamnez ma'lumotlariga asoslangan holda keyin klinik hamda laborator tekshiruv analizlariga qarab to'liq xulosa qilinadi. Laborator tekshiruvlarda biz o'sha qalqonsimon bez faoliyatini bildiradigan gormonal tekshiruvlar TTG, T3, T4, erkin T3 va T4 miqdori, bundan tashqari yallig'lanish o'sha avtoimmun jarayon bormi yo'qligini bilish maqsadida antitela tipo kabi analizlar qilinadi. Bundan tashqari qalqonsimon bezni ultratovush tekshiruv yordamida tashxisga yana ham aniqlik kiritib olishimiz mumkin bo'ladi. Tashxis to'liq qo'yilgandan keyin davolash albatta medikamentoz davolash usuli hisoblanadi. Davolashda asosiysi bu o'rin bosuvchi terapiya hisoblanadi. Tashxis to'liq qo'yilgandan keyin bemorlar albatta o'sha dorilar yordamida davolanadi. Bu medikamentoz davolash hisoblanadi. Hech qanaqa o'sha giyohlar bilan yoki boshqa bir yo'llar bilan davolanmaydi. O'sha gipotireoz kasalligini davolashda standartga kiritilgan o'z gruppa dorilar bor. Mana shu dorilar yordamidagina davolanadi. Hech qanaqa unaqa badlar yordamida bu kasallikni davolab bo'lmaydi. Chunki qalqonsimon bez faoliyati pasayganlikdan keyin unda biz o'sha o'rin bosuvchi terapiyani bemorlarga berganimizdan keyin
tez orada barcha shikoyatlar orqaga qaytib, ya'ni oldingi hayot tarziga qaytish imkoniyati yaratiladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda yuqoridagi biz sanab o'tgan shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa yoki qalqonsimon bez faoliyatiga oid o'sha zo'b kasalligiga oid savollar bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Biz imkon darajasida javob berishga harakat qilamiz.